Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bemorlarim tomonidan ko'plab so'ralgan yana bitta autoimmun kasallik psoriaz kasalligi haqida gaplashamiz. Men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevna bolalar gematologi va kardiorematologi bugun bu kasallikning sirlarini sizga ochishga harakat qilaman. Bu surunkali, yuqumli bo'lmagan autoimmun kasallik bo'lib, asosan teri va teri plastinkasini to'lqinsimon kechuvchi, qaytalanuvchi surunkali yallig'lanish kasalligiga aytiladi. Odatda psoriaz qizarib, kuchli terida quruqlashish bilan birgalikda teridan yuzasidan ozgina ko'tarilgan, chegaralari aniq chegaralangan va ustida kumush rangli qipqilanish hosil qilib kechadigan kasallik hisoblanadi. Kasallik jins tanlamaydi. Butun aholini 2-4% tashkil etadi. Ayollarda ham, erkaklarda ham bir xil uchrashi mumkin va psoriaz yosh tanlamaydi. Bunda kasallikni kechishini ikki xil davri bor. Erta va kech. Erta davriga 15 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan aholi kirsa, kech uchrash davriga 40 yoshdan keyin uchraydi. Lekin barcha kasal bo'lgan bemorlarning orasida 10-15%ni 10 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil etadi. Shuning uchun ham 3-4 yoshlikdagi bolalarda uchrab turadigan qizarish bilan paydo bo'lib, usti qipqilangan toshmalarni albatta dermatolog shifokorga ko'rsatishni unutmang. Psoriaz kasallikning rivojlanish sabablari hali oxirigacha o'rganilmagan, lekin bu kasallikda ikkita asosiy gipoteziya farqlanadi. Bu gipoteziyadan tashqari kasallikni qo'zg'atuvchi triggerlar, ya'ni bu kasallik kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillar bor. Hozir ularni ko'rib chiqamiz. Psoriaz kasalligini qo'zg'atuvchi triggerlar bu birinchi o'rinda genetik omil hisoblanadi. Bundan tashqari streptokok infeksiyasi, masalan, streptokokli angina yoki skarlatinadan keyingi holat bo'lishi mumkin. Bundan tashqari omillardan yana bittasi arterial davleniyaga ishlatiluvchi preparatlar. Ko'pincha og'riqlar kuzatilganda xalqimiz tomonidan qo'llaniladigan MPS preparatlar, ya'ni nosteroidli yallig'lanishga qarshi preparatlarimizdan indometazin. Ba'zi antibiotiklar ham triggerlik vazifasini bajarishi mumkin. Ba'zida biz farzandlarimizga yaxshilik qilamiz deb kasallikni oldini olish maqsadida beradigan immunomodulyator preparatlarimiz ham psoriaz kasalligini qo'zg'atishi mumkin. Bundan tashqari emotsional holat, stresslar, ba'zida quyosh nurlari. Quyosh nurlari bu kasallikni qo'zg'atuvchi bo'lib, ba'zi kasalliklarimizda shu quyosh nurlari kasallikni davolovchi sifatida ham qo'llaniladi. Bundan tashqari terini judayam quruqligi, semizlik, chekish va ichish ham sababchi bo'ladi va og'ir kasalliklardan bittasi VICH infeksiyasi. Psoriazni qanaqa turlarini farqlashimiz mumkin? Blyashkali turi bu eng ko'p uchraydigan turlardan biri hisoblanadi. Tomchisimon turi bu asosan bolalarda kuzatiladi. Keyingi turlardan bittasi boshdagi teri psoriazi hisoblanadi va keyingi turi tirnoq psoriazi. Pustulyoz va ertrodermik turi kamdan kam uchraydi, lekin juda ham og'ir kechadi. Psoriaz kasalligini biz qanaqa qilib aniqlashimiz mumkin? Bunda maxsus tekshiruvlar talab etmaydi. Asosan shifokorga murojaat qilganingizda shifokor ko'rigi va o'sha toshmani joyi, lokalizatsiyasi, ularni simmetrikligi va o'sha toshmani qirib tekshirilganda aniqlash mumkin bo'ladi. Dermatolog shifokor tomonidan psoriaz toshmalari ko'rilganda yaqqol farqlash mumkin, chunki toshmalar simmetrik joylashadi, bir xilda. Teridan juda ham quruq teridan ozgina bo'rtib chiqqan, chegaralari aniq qizg'ish rangda bo'ladi va uni ustida oqish, kulrang rangdagi qipqilanish kuzatiladi. Yana xarakterli belgilardan biri bu qipqilanishi qirganda yuzasini u ko'payadi. Undan keyin qipqlar qirib tashaganda tagidan yaltiroq, silliq yuza chiqadi va uni ustida mayda qon tomchilari paydo bo'ladi. Bu aynan psoriazga xos belgi hisoblanadi.
Kasallikni aniqlashda bizada anamnez juda ham katta rol o'ynaydi. Bunga sabab genetik omil hisoblanadi. Shuning uchun qarindoshlarda bu kasallik kuzatilgan yoki kuzatilmaganligi aniqlanadi. Stress holati yoki bolada o'tkazilgan kasalliklar, ayniqsa angina yoki skarlatina kasalliklarda keyingi holatmi yo'qmi? Bola nurlanishda bo'lmaganmi? Qanday preparatlar qabul qilgan? Bularning hammasi katta rol o'ynaydi. Psoriaz uchun maxsus qon tahlillari yo'q, lekin bolaning holatiga qarab umumiy qon tahlili, agar angina o'tkazgan bo'lsa, bak passiv tekshiruvlari va qo'shimcha tekshiruvlar, bekimyoviy, umumiy peshob tahlili, umumiy najas tahlili ham tekshirish mumkin. Bundan tashqari bolada gelmentoz bor yoki yo'qligi ham rol o'ynaydi. Psoriazni biza qaysi kasalliklardan farqlashimiz kerak? Psoriazni qaysi kasalliklardan biza farqlay olishimiz kerak? Seborreyali dermatit, temiratka, ekzema, qizil yassi temiratkadan biza farqlay olishimiz zarur. Chunki har bitta kasallikning davosi o'zgacha hisoblanadi. Bolalarda psoriaz kasalligi judayam boshqa teri kasalliklariga o'xshash kechadi. Ayniqsa atopik dermatitga, taglikdagi kandidozga, temiratkada va seborreyali dermatitga o'xshash kechadi. Shuning uchun ham bunda farqlashda ko'pincha adashishlar bo'ladi. Qaysi holatda shifokorga murojaat qilish kerak? Agar toshmalar 2-3 haftadan ko'proq davom etsa, davolashishingizga qaramasdan toshmalar kuchaysa, kuchli qichishish paydo bo'lsa va bola ko'p bezovta bo'lsa, albatta dermatolog shifokoriga murojaat qiling. Psoriaz kasalligi kattalarda ham, bolalarda ham butun umrga tuzalib ketmaydi, chunki bu autoimmun holat bo'lganligi uchun yaxshi parvarish, to'g'ri davo choralari bilan uzoq muddatli bir necha yilga remissiyaga chiqish mumkin yoki yashash tarzini yaxshilash mumkin. Psoriaz kasalligini erta aniqlash bemorni tezgina remissiyaga tushirish yoki hayot tarzini yaxshilashga, asoratlanmaslikka olib keladi. Farzandingizda paydo bo'lgan toshmalarga befarq bo'lmang. Albatta shifokor ko'rigiga murojaat qiling va bizaga obuna bo'ling. Ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa va manfaatli bo'lgan bo'lsa, kerakli tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar va yana qaysi mavzularni olib chiqishimizni xohlaysizlar, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Farzandingizni biz bilan sog'lomlashtiring, zero orzularni sog'lom bolalar quradi.